Assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli podpishchilarimiz, ko'rib turibsizlar, pomidorlarimizda mana shu etib turib ishlaymiz. Mana pomidorlar gullab qolgan. Bu yerda bu ikkinchi parnik. Mana shunday qilib cherezdan suv berilib turadi. Ikkinchi parligimizni ko'rib turibsizlar. Mana shuncha bo'lib tuynayapti, gullayotir. Bu temperaturasi 25 bo'lib turibdi. Bu yog'ida esa bolgarskiy bor. Bolgarskiy duga qo'yganmiz, keyin javamiz sovuqqa uncha bo'lmaydi, kechasi sovuq bo'ladi-ku. Shu maqsad shuning uchun. Bu jonboshida badrin bor. Badrinlar o'sha chirmoqlar chiqib o'sha katta bo'lib qolgan, bilan baylangan polni. Nimaga? Shunday bo'lib parnikning ichi shunday bo'lib ish bo'ladi. Mana hozir birinchi parnikka boramiz. Mana birinchi parnikimizda badrinimiz kechroq duga qo'yganmiz, ustini kilankaman javamiz, bo'yi past badrinni. Mana ko'rsatayin, mana shunday bo'yi pastroq. Hali faqat baylag'ali bar 1-2 kun, 3 kun bor, shu haftaning oxirida o'sha baylanadi. Bu jonboshida achki dimi bor. Baqlajon yig'ilgan, 2 kunlar bo'lib qoldi yig'ilganiga. Bular ham shunday ustiga kilanka jabılib, yaxshi ta'mir olguncha issiq saqlanadi. Narxisiga o'tamiz hozir. Narxi riyatga. Bu riyatda ham pomidor bor. Shu pomidorlar. Mana shunday bo'ladi. Bular baylangan, bo'yi yetib qolgan uchun baylangan. Bunisi undan kam maydaroq. Bu temperaturasi bu yerda 25. Sirtdagi narsalarni ko'rsatib o'tkazayin. Bu sirtdagi narsa ular achkedilar, og'aylar. Achkedi oldingi videolarimizda ham 2 yil oldin videolar tayyorlab qo'yganman. Ular uncha auditoriyasi kam, uncha chiqmagan kanalimizga. Lekin qarab ko'rsa bo'ladi. 20 kilo, 15 kilo kattalikda achkedi bo'ladi. Bu yerda kapusta bor. Mana kapustani ham kecha yig'ilgan, 2 kun bo'ldi. Bir biri olayin deb pakas labi bo'lib turibdi. Bu yoqlarda 2 jo'k sabzi, 2 jo'k suyuqlo, piyoz, mayda chuyda bellarga yig'ilgan mayda tixma piyozlar. Mana nerlari ukrop nimalar chiqadi nasib qilsa. Hurmatli og'ayinlar, bundan necha oldin 7-mayda yig'ilgan kartochkalar bular. Mana shu yerda 12 joy kartochkamiz bor. Polni arasini, jo'gini tramama tozalab chiqdim. Begona o'tlarda olib 7-mayda yig'ilgan, yana bir marta aytaman, hozir ko'ramiz. Mana ishlab chiqib kelyapti kartochkalar. Mana shu narsa to'g'rilab qo'yaylik. 7-mayda yig'ilgan. Xohlasangizlar video ko'rsatib qo'yganman. Ko'rsangizlar. Ana endi bu yerda jo'gi olinadi. Arasi rastoyanasi bundan 70, 75, 80 sm. Shuni bilan shu. Bu yerga keyin mana shlang bor. Bir oyda 2 marta suv shlangga qo'yilib turadi. Mana bu yoqda chesnok bor, petrushka. Ana maqsad video qilib tayyorlab turganimiz, kim kuzatib borayotgan bo'lsa shu kanalda katta rahmat. Like qo'ysa ham, kommentariy yozsa ham marhamat.